Assalomu alaykum assalari ishqibozlari. 2025-yil 8-mart. Asalarilarimizga uyasini kengaytirish maqsadida suv ramkalar qo'shyapmiz. Qo'shilish tartibi qanday bo'lishi kerak? Biz o'zimiz shunday qilamiz. Kim xohlasa mana shunday tartibda qo'shishi mumkin. Arilar ko'paygan, ustilarida mana bunaqa arilar yuribdi. Mana ari ko'pligi uchun ramkalar ustiga toshib chiqqan. Oxirgi ramkasida ham bir qator ari, falgani orqasiga ham arilar o'tgan. Uyani kengaytirishimiz kerak. Bitta uylar ko'rib chiqamiz. Agar rasploti yaxshi bo'lib, eng oxirgi ramkamizga har safar ko'rganimizda belgi qo'yib ketamiz. Mana oxirgi qo'yilgan ramka. Endi bunga ham tuxum qo'yib yoki ovqat qo'yib uyani kengaytirishga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, mana bu belgini olamizda. Bu tuxum qo'yilgan bo'lsa, o'rtaroqqa qo'yib turib, mana bu yerga chetdan bitta suv shop qo'yamiz mana shu yerga. Hozir ko'ramiz. Mana bu ramkamizga asalari ikki betiga ham ochiq urib urgan. Qator arisi mana pastlarigacha osilib turibdi. Buni nima qilamiz endi? Bundan keyingi ramkani olamiz. Rasplot mana. Xohlasa juda chiroyli rasplot. 2 kun yomg'ir bo'lgani hisobiga arilar ovqatini yegan, qo'shimcha oziqa beramiz. Pastlargacha polni bitmagan uylar bitirib tuxum qo'ygan. Buni mana oxirgi ramkamizda o'rtaroqqa suramiz. Kerak bo'lsa mana o'rtaga suramizda. Buni bitgan ramkani chetga qo'yib turib, arilar bu tarafga o'tgan. Mana falgadan keyin ham bir ramka ari yuribdi. Endi falgani olib tashlaymiz, issiq bo'lgan sababi mana ovqati bilan turibdi. Ovqati yo'q tarafini asalarilarga qaratib qo'yamiz. Ochiq joylarga ona arimiz tuxum qo'yishi uchun. Bo'ldi. Mana keyingi ramkalarni ham ko'rib chiqib, oldidagi litokni havo kirish, havo chiqish teshigini ozroq kengaytirib qo'yamiz. Kimda cho'zinchoq litok bo'lsa, asalarni kirib chiqishiga qarab uyasini kengaytiramiz. Qatnov ko'paygan sabab hozir ko'rinib turgan arimiz, lekin hozir havo yaxshi, tabiat gullar gullagan, ishlayotganligi sababli mana arilarimiz uchib ishlayapti, vazillab. Dalada ham 1-2 ramka ari bor. Kechqurun kelgan payti bu yerda ari ko'payadi, ishlaydi. Havo issiq bo'lgan payti chiqib ishlashga ketadi. Shuni ham inobatga olgan holatda mana bu yerga ramka qo'shdik hozir. Mana eng oxirgi qo'shgan ramkamizni keyingi safar qidirib yurmaslik uchun mana bu yerga o'zini mumidan ozgina belgi qo'yib qo'yamiz. Mana buni olamiz endi. Olib, mana bunga qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi, bunga ishlab bo'ldi. Endi buni keyingi safar kelganda buni va ichidan bitta ikkita nazorat qilishimiz mumkin. Matkani borligini, kana kasalliklar, chirish, ginilis, har xil kasalliklar, shamollash kasallik tushmaganligi, bor yo'qligini ko'rib, eng oxirgi qo'yilgan ramkani ko'ramiz hozir bahor kengayish vaqtida. Agar kengaygan bo'lsa, buni yana shu zaylda o'rtaga qo'yamiz va shu bilan birgalikda qora ramkalarni asta-sekinlik bilan tashqariga chiqarib boshlaymiz. Chunki hozir asalarilar rivojlangandan keyin o'sha qora ramkalarni bunday olib qaraganda ombor sifatida foydalanish uchun, ovqat va gulchang qo'yish uchun asta-sekin chiqaramiz. Bola qo'yishini cheklaymiz. Sababi qora ramkada kichkina arilar chiqib qoladi. Chirish kasalliklari ham arilar g'umbak tortib, martishing tortib ro'yga chiqib ketish. Buni oldini olish maqsadida qora ramkalarni asta chekaya chiqarib turib, tuxum qo'yishini cheklab, asal sezon paytida asalda olingandan keyin ularni brakovat qilib eritib tashlash uchun. Rahmat, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana shunaqangi qiziqarli ma'lumotlarni birgalikda o'rganamiz, o'rgatamiz. Kimga foydali bo'lsa shunday qilishni
lozim topsa biz mana shunday qilamiz.